eshikni och. Voy boyata, har doim ertalabdan taqilataverasiz. Nima? Yana ishga chaqiryapsizmi? Ha, yurishga. Ha, xo'p. Yana o'ynartamanmi? Endi ko'proq pul to'lang, qarang, o'zi ovqatim ham qolmagan. Kechirasiz. Nima? Ketdi. Ovqatlar yo'q. Yuring boyata. Kel. Uyingiz uncha chiroyli. O'tgan safar uyingiz bunaqadir chiroyli emas edi. Vau. Artish kerakmi oynalaringizni? Ha, sen artib turma. Nima qilding? Qo'llarim. Ha, men hozir kiyimimcha ham yo'qlar. Artamiz ekan. Vau, sanduqdan plikdan olsak, hammadan bittadan olsak, hech nima bilmaydi shunda. Artamiz. Mana artamiz. Men kelyapman. Artamiz. Juda. Hamma yerini artib bo'ldim boyata. Yana nimadir ish bormi? Ha, ish bor. Nima ish bor? Uyingiz atrofidagi narsalarni kesib tashlaymi o'tlarni? Yerlik. Malaba. Sen hozir borki. Men qishlog'imni, men uni berdi borki, men uni mashina qilib. Shuningdek, faqat to'g'ri bilan to'g'ri. Xo'p. Men o't xalaq beryapti. Nima bu? Mana shunga ulab qo'ysam bo'ldi ekan-ku o'zi. Hozir ham ishi shu. Keyin oldinga. Xudoga shukr, bugun boyata pul beradi menga. Bugun oyligimni beradigan kuni. Oyliging nechta olmoqchi? Atiga 5 ta. Mana Maoshing ko'paytirdilar. 15 ta. Vau, bugun omadli kun Yana ekan. yaxshiroq ishlasang 20 ta qilib. Xo'p boyata. Qarang. Sekin o'g'irlagan olmoqlarimizni yashirib qo'yamiz. Tezroq yashirin sandig'imga yashirib qo'ymasam, hozir bilib qolishi mumkin boyata. Sekin ochamiz. Hech kim ko'rib qolmasin. 9 tasini saqlaymiz, chunki 9 tasini olgandik. Endi sekin yopib qo'yamiz. Boyata bilib qolsa lekin meni qamab qo'yishi mumkin. Men boltalarni olib bir aylanib chiqaychi boyatani yana. Kambag'al tez bu yerga kel. Ha boyata, nima bo'ldi? Tez kel. Ha boyata, nima bo'ldi? Ish bor. Sandig'imda kimdir pullarimni o'g'irlabdi. Ha, bitta bezor o'g'irlagan turdi. Nima bo'pti? Endi polis ko'p-ku. Uni kim o'g'irlaganini menga topib kelasiz. Yaxshi ham kameram bor ekan, o'shandan ko'raman. Voy, nima qilaman endi? Mana kameralarmi hali? Voy, bilmabman. Boyata. Bu senmisan? Yo'q, boyata kechirasiz, bilmasdan pulim kam edi. Qamab qo'ymay, iltimos. Qamalasan endi, yur, ketdik. Yo'q, boyata. Atiga men 9 to'g'irlagandim. Sen bir kun qolasan endi. Yo'q, boyata. Nimalar bor ekan? Voy, pishmagan balig'i. Pishmagan balig'im berasiz. O'zingiz yeb ko'ring-chi, pishmagan balig'ingizni. O'zing zombi go'shti bilan ovqatlanasan-ku. Buni sindirib, buni tirashi qiyin ekan, qo'llarim og'rib ketyapti sindirib buni. Qishloqlar, yordam beringlar. Qishloqlar. Nima qilsam bo'ladi? Bo'ldi, xo'p. Bugunchalik kechirdim, hali ham 9 ta o'g'irlabsan, agar to'g'ri o'g'irlaganingda. Bu meni yerim-ku, sen meni yerimda nima qilyapsan? Yo'qol bu yerdan. Ha, bo'pti, tan deyapsan, bo'pti, bor. Ha, bo'pti, bor. Nega uni o'ldirasan? Sizni xotiningizmi bu? Nima meni urasiz? Hozir meni urganingiz uchun pushayman bo'lasiz. Nima meni urasiz?
Hozir biri shu ish qilgan urganingiz uchun baseningizga siyaman. Yo'q. Mana siz Oldimga kirib ketdi. cho'maling basenda, cho'maling. Mana O'zing kirib hayır boyata. yo'qol. Mana musor qilib tashlayman basenchangizga. Anay, bochdek bo'ldi. Nima kiramiz, eshikni qulflaymiz. Och eshikni. Buzaman. Bo'ldi, boring uyingizga, iye. Hech nima yo'q men. Hozir boyatani asabini buzishga harakat qilamiz. Hozir uyini oldiga borib turib, oynasini sindirib ketaman yaxshi asabini buzish uchun. Ketdim. Sekin boryapman. Ketdim. Kim sindirdi? Yana menmi boyatda? Qaysidir bezori sindirgandir-da shu derazangizni. Sendan boshqa kim sindiradi? Mayli, tuzatib qo'yay. Topsam ta'zirini beraman. Kompyuteringizni tuzatib beraymi? Tuzat. Ana tuzatdim. Nimchasi bor buni. Che qo'ygan. Hop, boyatda ko'rib chiqay uyingizni. Ijtimoiy joyingizga mana kurtkani menga sovg'a qilib yuboring. Nimaga? Sovg'a tepamda. Bo'pti, ketdim. Mayli, ol. Yo'q, shart emas. Meni yuragimga botadi unaqa narsalar. O'zimni jonajon terilik kiyimimni kiyib chiqaman yaxshisi. Mana issiq qilsa qilaydi. Lekin bolalar kech tushganda uni uyini portlatamiz va pullarni olib qochib ketamiz bolalar. Mana kech tushyapti, boy uxlashga yotadi hozir. Kambag'al. Xo'p, Bu yerga kel. boyda uxlamaysizmi? Kech tushyapti-ku. Erroq uxlayman. Ha. Qara, mana bu yoqda kravatimni oblaring ko'rsan, o'sha yoqda yotib qo'y. Nima? Ikkita kravat, bittasi xotiningizgami? Yo'q. Xo'p. Mana. Bo'ldi, boraver. Uxlash vaqti bo'lib qoldi. Hozir ish. To'xtab tur, oyligingni beraman. Yo, oyligim berdingiz-ku. 15. Beraman. Bo'pti. Xayr. Mayli. Men uxlay. Siz ham uxlang. Hop, uxladi. Bo'pti. Bo'ldi hozir. Qani yashirin sandig'imda g'amlab qo'ygan narsalarim bor edi. Bu kunlarda qancha kutdim. Va yana boyni portlatib tashlab narsalarni o'g'irlab qochamiz. Shunday chiroyli uyini bizdan qizg'anib o'ldirib, meni urgani uchun bitta narsa. Mana uni olamiz, bizga yetaveradi shuncha ham. 3 ta olamiz mayli. Endi boyada uyg'onib ketmasin ish qilib. Shunday uyini atrofini portlatish uchun shunday qilib tashlaymiz-da. Boyada yaxshi qattiq uxlaykan. Voy uyg'onyapti. Qochdik. Qoch. Voy, uyim. Qochdik bolalar, qochdik. Bo'ldi, men ketdim. Hammaga xayr. Salomat bo'linglar. Videoni yoqqan bo'lsa like va obuna tugmachasini bosishni unutmanglar.